Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hammalaringiz yaxshimisizlar? Men to'g'risi bir narsaga hech sabrim chidamadi, gapirishga majbur bo'lyapman. Mana shu Farg'onalik Gulirano singlimiz to'g'risida va Abror Domillo to'g'risida. Abror Domillo, men to'g'risi sizni Domillo deb tan olganman va shu video roliklaringizni ko'rib boraman, ma'ruzalaringizni eshitib boraman. Men hozir bir narsaga tushunmay qoldim-da. Shunga bir izoh berib ketsangiz. Siz Domillomi yoki yurist yoki bloger yoki nima deydi? Prokurormi? Umuman yo'nalishingizni tushunmay qoldim. Yo bloger, qaysi yo'nalishda yurishingizni menda hozir to'g'risi tushuncha yo'qolib qoldi shu yerda. Har bir blogerda o'zini yo'nalishi bo'ladi. Masalan, sudya bo'lsa, sudyaning o'zini ishi bor. Domillo bo'lsa, Domillo o'zi mana shu diniy tomonlama o'zini yo'nalishida ketadi. Siznikida hozir men umuman tushunmay qoldim. Qaysi yo'nalishda yurasiz? Mana shu Shuhrat Musayev juda to'g'ri fikr bildirdi. U bitta meni fikrimda emas, hamma xalq shu xalq tomonidan shu gapni gapirdi, haqiqatni gapirdi Shuhrat Musayev. Sizni yo'nalishingiz emas, sizni obro'yingizga to'g'ri kelmaydi desa, даже Shuhrat Musayevni ham gap bilan urib tashlayapsiz. Endi to'g'risi sizni bilmadim, zakazga ishlayapsizmi, boshqami, u tomonlama menga qorong'i-yu. Meni o'zimning nazarimda, fikrimcha auditoriyangiz zo'r, bilaman. Abror Domillo, sizda. Siz yana ham menimcha auditoriyani kengaytirmoqchi bo'lyapsiz. Meni nazarimda bu. Meni shaxsiy fikrim. Siz aytdingiz, har bir odam fikr bildirishga haqlidir dedingiz-ku. Men ham shu fikrimni bildiryapman. Siz kanalingizda auditoriyasini ko'tarish maqsadida bir ojiza ayolni nimasidan foydalanyapsiz. Shunaqa momentidan. Tuhmat qilyapti, u bu deyapsiz-ku, lekin men boshida men ham shu fikrda edim. Boshida hali sud boshlanmasdan oldin videolarni ko'rib borayotganimda men o'yladim-ku, shu Gulirano o'zida deb, lekin mana hukumatimizda qonun qoidalari bor. Jinoyat ishlar bo'yicha kodeks, protsessor anaqalari bor. Mana tergovchi, prokuror bor, bu yerda sudyalar bor. Mana ish ko'rib boryapti. Endi siz bilan menga emasda endi birovni muhokama qilish. Abror Muxtor Aliymi, nimangiz ismingiz? Domillo, endi bundayda nima kerak? Siz Domillo bo'lib turib bir ojiza ayolni endi munchalar muhokama qilish men fikrimcha noto'g'ri. Qolgan momentlarga o'ting, masalan, xo'p, mayli yo'nalishingiz ko'p qirrali deb hisoblaylik. Har tomonlama. Deylik, blogerlik, yuridiskiy yoki Domillo mana shu tomonlama keladigan bo'lsak, agar sizda auditoriya kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'proq, kattaroq boshqa masalani olib chiqing. Masalan, mana qarang, deylik, o'zbek san'atkorlari va aktrisa, aktyorlar bir-birini go'shini yotdi internet tarmoqlarida. Shularni mana tartibga soling. Men masalan, agar meni qo'limda bo'ladigan bo'lsa, men mana shu davlat san'atkorlari bor-ku, xalq artisti-yu, mana shu xizmat ko'rsatgan artistlar, hammasini ijtimoiy tarmoqqa chiqishga zapret qildirardim. Negaki xalqimiz shulardan ibrat oladi. Bularni o'zi bir-birini go'shini yeyapti. Nimaga mana shularni mavzusini ko'tarib chiqmaysiz? Bir bechora bir oilasi, bir ikkita farzandi bor ekan, maktab direktori, o'qituvchi, bechora bir ojiza ayolni endi shunchalar endi aylantiryapsiz. Endi Abror Domillo, bitta odam aytmayapti, ikkita odam aytmayapti, nechta odam aytayapti? Siz ana blogerlarni dayusga chiqarib o'ryapsiz o'rtada. Nima deydi? U blogerlar prosta yoritib beryapti. Siz uni dayus deb o'ryapsiz. Endi bu yaxshi narsa emas, Domillo. O'shaning uchun qo'ying, kerak emas. Bir ojiza ayolni boshiga bir kulfat tushganda undan foydalanish
biz erkaklarga to'g'ri kelmaydi. Siz auditoriyangizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz, yanada auditoriyangiz past demoqchi emasman. Auditoriyangizga gap yo'q. Yana ham ko'tarmoqchi bo'lsangiz, boshqa temada anaqa qiling. Endi nima desam sizga? Sizga endi baribir shuncha odam maslahat beryapti, boshqa qilyapti, hech kimni tan olmayapsiz. O'zingizni bilgan fikringizdan qolmayapsiz, o'zingizni nimayizdan qolmayapsiz. Gulirano bilan gaplashgan telefondagi suhbatingizni eshitdim. O'zingizga ma'qul kelgan savollarga javob beryapsiz. Ma'qul savolga javob bera olmagan joyingizda aytyapsiz-ku, shantajni qo'shma deyapsiz. Sizga shantaj emas, savol beryapti Gulirano. Siz sud jarayonidagi delada в курсе delamisiz desa, siz aytyapsizki, shantajni qo'shma deyapsiz. Sizga savol beryapti u. Siz o'shandan bilasizmi yo'qmi desa, o'zingizga ma'qul kelganiga savolga javob beryapsiz. Ma'qul kelmaganiga eringni olib ketyapsiz, ering bilan o'tirib gaplashamiz. Xo'p. Ko'p mana shu videolaringizni ko'rganman. Intervyu bergansiz ayol jurnalistlarga. O'shalarga ham aytganmisiz? Eringni olib keyin intervyu beraman deb. Yo ular bilan prямой intervyu berganmiz. Qanday tushunsa bo'ladi buni? Yoki jurnalistika tomonlama nomahram, mahram degan narsa yo'q-ku, oddiy xalqda bormi? Qanday tushunsa bo'ladi? Sizni nazaringizdagi, mana fikringizdagi nimadan kelib chiqib aytayapman-da men. Shunga qani bir masalada qo'ying, endi kerak emas shuncha narsa, shuncha muhokama. Davlatimizni, hukumatimizni, O'zbekiston Respublikamizning o'zini konstitutsiyaviy qonunlari bor. Sudya bor, prokuror bor, tergovchilar bor. Shular ham ahmoq bo'lmasa kerak, shu ishni olib boryapti-ku. Siz bilan meni ishimga, gapimga qarab shular xulosa chiqarmaydi-ku. Hamma joyda o'zini tekshiruv, ekspertiza degan nimalari bor. Gulirano agar o'ziga ishonch hosil qilmasa, men o'ylardim internetga chiqib, ijtimoiy tarmoqqa, tim bo'la ayol kishi, erkak kishi bo'lsa ham mayli, oxirigacha boraman deyapti. Oxirigacha. Shantaj qilib, tuhmat qilgan ayol oxirigacha bora olmaydi. Yarimigacha ham bora olmaydi. Lekin bu oxirigacha o'ziga ishonch hosil qilib gapiryapti. Endi sizga emasda yoki menga emasda bu narsani muhokama qilish. Qo'ying, davlatga qo'yib bering, davlatni o'zini organ xodimlari bor, hammasi o'zlari hal qiladi. Men bu gapim bilan ichki ishlarni yomonlash emas yoki Guliranon tarafini olmayapman. Davlat o'zi sudyalari bor, prokuror, xonavon, tergovchilar bor. Qo'ying, o'shalarni o'zi ish ko'rsin. Agar ichki ishlar haqiqatan noqonuniy ish olib borgan bo'lsa, ular javob beradi. Agar Gulirano shantajlik qiladigan bo'lsa, Gulirano jazosini bersin. Men u tomonda ham, bu tomonda ham emasman, neytraldaman. Qonun tomonlama, qaysi tomonga hal bo'lsa, shu tomondaman. Men u bo'na gapingiz to'ppa-to'g'ri. Ichki ishlarda ham deyapsiz, onasi bor, xotini bor, bola chaqasi bor, to'ppa-to'g'ri, ular ham bizga o'xshagan inson. Shu ichki ishlarda borgan shukr, mana yurtimiz tinch, organ xodimlari bor uchun tinchgina farog'on yashayapmiz yurtimizda. Lekin o'sha qonun o'zi ko'rib chiqsin deyapman. Siz bilan menga emas bu narsani muhokama qilish. Siz endi bu gap bilan nimani hal qilmoqchisiz? Mana ichki ishlardan 2 tasi qamaldi, yana 7 tasini endi ishi olib borilar ekan. Siz hozir muhokama qilib nimani hal qilmoqchi bo'lyapsiz? Abror Domillo. Bo'lmasa sudya bo'lib ishga o'ting, o'zingiz ko'rib chiqing ishini. Oliy ma'lumotli bo'lsangiz agar. Sog' bo'linglar, Abror Domillo, qo'ying, kerak emas. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Hamma blogerlarning ishiga omad, sog'lik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Yurtboshimizga kattadan katta rahmat. Mana shu blogerlarga shuncha ochiqlik, shaffoflik deganday erkinlikni berib qo'ydi. Mana shunday masalalarni ko'tarib chiqib, ko'p masalalar hal qilyapti. Lekin endi bitta ikkita bloger masalani ko'tarib chiqqan paytida boshqa odamlar qo'shilmay turgani ma'qul deb bilaman men. Sog' bo'linglar yurtdoshlarim, salomat bo'linglar.